Telefonda bepul kriptovalyuta ishlash mumkinligini bilarmidinglar? Ha do'stlar, to'g'ri eshitdinglar. Aynan telefonda bepul kriptovalyuta ishlash mumkin. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana Free Crypto Spark kanali. Biz videoni bog'lashdan oldin do'stlar, kanalga yangi kelganlarga like, obuna bo'lishni tavsiya qilamiz. Hamda qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab iltimos qilamiz. Do'stlar, xo'p, sizlar vaqtinglarni cho'zmagan holatda videoni boshlashdan oldin ozgina tushuntirib o'taman. Bizda bu saytga imkoniyatlar juda zo'rligini hozir biz ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Xo'p, videoni boshlashdan oldin bir narsani eslatib o'tishim kerak do'stlar. Bu saytlarni men hech qanaqa reklamasini o'z bo'ynimga olmaganman. Keyin ba'zi bir saytlarda yana bitta narsa aytib o'tishim kerak. Esimda borligini eslatib o'tib ketaman. Ba'zi bir saytlarda sarmoya kiritish kerakligini so'rab qoladi saytlar. Shunda men sizlarga sarmoya kiritishni taklif qilmayman. Sababi u bugun ishlayotgan saytlar bugun ishlashi mumkin, ertaga ishlashi mumkin va keyinchalik o'z faoliyatini yakunlashi mumkin. Shuning uchun ham hech qanday sarmoya kiritishlarni men xohlamagan bo'lardim. Chunki yutqizib qo'yishlarni xohlamas edim. Sababi o'sha qilgan pulinglarni keyin chiqara olmasligingiz mumkin saytlardan. Xo'p do'stlar, sizlar vaqtinglar qadrlagan holatda videomizni davom ettiramiz. Video nomi Litoshi SS deb nomlanadi. Va bu videoni havolasini meni Telegram kanalimdan olishingiz mumkin. Men har doim har qanday video chiqarsam, uni havolasini men o'zimni o'sha Telegram kanalimga past har doim qo'yib boraman. Va undan tashqari bir nechta videolar bor. Ularni ham bir ko'rib chiqib, o'zingizga ma'qul kelgan yo'nalish orqali sizlar o'sha ton bo'ladimi, USDT bo'ladimi, o'zingizga ma'qul kelgan kriptovalyutani ishlashingiz mumkin bo'ladi. Va sizlar vaqtinglar qadrlagan maqsadda уже biz boshladik. Do'stlar, bu saytda nima qilamiz? Hozir bizga reklama chiqdi, uni yopamiz va biz shu saytga kiramiz. Bu saytda nima ish qilamiz desanglar, bu saytda birinchi kirib olishdan oldin shu saytga kirganingizda bizda mana shunaqa oyna ko'rinib turadi. Va sizlar aynan Faucet Pay hamyoniga ulangan elektron pochta manzilinglarni havolasini deymiz, adresini shu joyga, emailni yana shu joyga qo'yib olishingiz kerak bo'ladi. Yozib olishingiz kerak va shu orqali sizlar bu saytdan tezgina ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir men yozib olaman va saytga tashrif buyuramiz. Tagida mana Start Mining degan ko'k knopka turibdi, shuni bosasizlar. Va do'stlar, mana men saytga kirdim. Va saytga kirgandan keyin mana meni hisobimda hozir 43600 mana 14 Litecoin bor. Ya'ni bu miningni sizlar boshlasanglar, har kuni sizlarga 20,000 kuniga 20,000 Litecoin Satoshi berib boradi do'stlar. Hop, bu sayt hozirda ishlab kelayotgan sayt, sababi men videodan oldin har bitta saytni tekshiruvdan o'tkazib ko'raman. O'sha kriptovalyutani haqiqatda sizni hamyoningizga to'laydimi va bu sayt haqiqatda ishlayotgan saytmi, shuni tekshirib o'taman va hozirgina shu kriptovalyuta chiqargan edim. Buni bugun yana sizlar bilan birgalikda qo'llab ko'ramiz do'stlar. Xo'p, endi bu yerda ko'ryapsizlar, mana depozit hamda withdraw degan tugmalar turibdi. Bularni hozircha hech qaysini bosmaysizlar. Depozit endi bilasizlar, boyaga aytganimdek sarmoya kiritishlarni so'rayapti. Bu albatta kerak emas bizga. Endi mana ko'ryapsizlar, biz shu free planni olganmiz. Endi o'sha sizlar bu yerda o'sha sarmoya kiritsanglar, boshqa planlarni ham, misol uchun boshqa planlarga ham o'tib turib, ko'proq 2% ko'proq o'sha nima desa bo'ladi, Litecoin ishlashingiz mumkin bo'ladi. Endi bu yerda bizlar qiladigan ishimiz shu saytga kirib avtomatik miningni boqib qo'yamiz va bizga avtomatik kuniga mining o'sha Litecoin ishlab turaveradi. 24 soatda bir marta kirib qo'ysanglar bo'ldi bu sayt. Sizlarning vaqtinglarni olmaydi. Eng zo'r taraf shu. Va ikkinchi yo'li o'sha bizga o'xshab yoqtirgan shu
kriptovalyuta ishlashni xohlagan insonlarga ham mana shu referral link orqali, ya'ni referral havola orqali biza o'zimizga yaqindagi o'sha do'stlarga yuborishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Endi yana yuqoriroqga chiqamiz. Mana bu yerda tepasdagi bular hammasini sizlarga tushuntirib o'tdim. Ya'ni bu yerda asosiy hozir biza chiqarganlarimizni bitta ko'rib chiqamiz do'stlar. Withdrawal history, ya'ni chiqarganlarni o'sha ma'lumotlarni ko'rsatilgan joyga kirib o'tamiz. Mana do'stlar, oldingi safar men chiqarganman. 4290 Litecoin paid yozib qo'yibdi. Mana to'langan deb yozib qo'yibdi. Albatta men buni rostdan ham o'sha o'zimni FaucetPay hamyoniga chiqarib olgan edim. Ya'ni kelinglar do'stlar, yana endi shu narsani bir ishonch hosil qilgan maqsadda biza o'sha o'zimizning dashbord, ya'ni o'zimizning joyga qaytamiz. Endi buni chiqarib olish uchun nima qilamiz do'stlar, qaranglar. Xo'p. Hop, bu saytda ozgina boshqacha edi. Xo'p, bu yerda nima qilamiz? Withdraw tugmasini bosamiz. Va mana bu yerda qaranglar do'stlar. Xo'p, amount withdraw, ya'ni amount to withdraw deyapti. Qancha chiqarmoqchisan, ya'ni FaucetPay hamyoningga deyapti do'stlar. Xo'p, qancha chiqarmoqchimiz? Maxni bosamiz. Mana borini ko'rsatyapti bizga qancha ishlab topganimizni. Biz minimalni juda oz miqdorda mana ko'ryapsizlar, chap qo'limda o'sha max so'zini kalistiyani tagida bizda ko'rsatib qo'yibdi do'stlar. 0.0001 Litecoin chiqarsak bo'ladi, ya'ni o'sha minimalni deyapti. FaucetPayga demak biz har doim bemalol chiqarsak bo'ladi. Endi nima qilamiz do'stlar? Xo'p, biz max yozib oldik. Mana pastda withdraw fund degan tugma turibdi. Oldin shoshmaymiz, bizning internetimiz ozgina qotyapti, sababchi captcha so'rashi mumkin bo'ladi do'stlar. Mana bir withdraw fund tugmasini bosib ko'ramiz. Mana hozir bizda internet ishlamayotgani hisobiga do'stlar ozgina qotyapti. Aybga buyurmaysizlar. Va mablag'ni qayta yechib olish deyapti. Ha, bu yerda qaranglar do'stlar. 43064. Biz hozir 43065 deb yozganmiz. Mana 43064 deyapti do'stlar. Shunga bizga to'lamay turgan ekan. Mana 65 ni 64 qilamiz mana. Ko'ryapsizlar do'stlar. Va mana endi Xudo xolasa bu chiqish kerak, to'lash kerak. Mana yechib olish. Va mana do'stlar, ko'rdinglar? Hop. Bizda hozir 43064 mana bugun chiqarilgan, hozirgi bu undan oldingisi edi. 4290 bu 464 mana do'stlar. Mana bu yerda pul yechib olish haqidagi so'rovingiz ko'p chiqilmoqda va uni tez orada hamyoninglarga olasizlar deb aytibdi, ko'rasizlar do'stlar. Xo'p, endi do'stlar, buni o'sha amalda ko'rsatish uchun o'zimni FaucetPay hamyonimga o'tib gan holatda pul yechildimi, yechilmadimi shuni ko'rib chiqamiz. Hadi ketdik. Do'stlar, biz o'sha FaucetPay hamyonimizning ichiga kirib oldik do'stlar. Va mana payout received today, ya'ni bugungi qabul qilingan to'lov deyapti. Pastroqqa tushsak, bizda mana Litoshi yozilgan 43064 mana Litecoin, ya'ni bizani haqiqatda mana bugungi chisla 11-iyun 2026-yil. Ko'ryapsizlar do'stlar, 43364 ko'rsatyapti bitta. Xullas, shu Litecoin bizani yechib olgan Litecoinimiz to'g'ridan-to'g'ri bizani FaucetPay hamyonimizga kelib tushdi do'stlar. Demak, bu sayt hozirda 100% ishlamoqda hamda to'lamoqda do'stlar. Bemalol sizlar ham shu narsani ishlab turib, o'zingizlarning hamyoningizga, FaucetPay hamyoningizga chiqarib olishinglar mumkin bo'ladi do'stlar. Video yoqqan bo'lsa do'stlar, like, obuna bo'lishni unutmanglar. Va o'sha videoning havolasini o'zingizlarning do'stlarga yuborib qo'yinglar. O'zingizlarga o'xshagan ishlaydigan insonlarga jo'natishinglarni xohlayman. Endi like qancha ko'p bo'lsa do'stlar, bizning videolarimizni bizga o'xshab ishlaydigan insonlarga YouTube taklif qiladi va albatta sizga o'xshab, bizga o'xshab ular ham kriptovalyutalar ishlashi mumkin bo'ladi do'stlar. Video yoqqan bo'lsa xursandman do'stlar. Sizlarga ilinganlarim hammasi bugungi kunda faqat shular edi. Keyingi videolarda g'oyibona sog'lik salomatlikda ko'rishguncha sog' bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, salomat bo'linglar.